Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Yevropa İttifaqı Tashqi ishlar ministrlari 18 noyabr dushanba kuni Bryusselda yig'ilib, Ukraina urushining taraqqiyotini, jumladan Xitoyning Rossiya bilan Qashqarda odamsiz uchqi tadqiqot o'rni va zavod qurib, Rossiya armiyasini ta'minlashi masalasini muzokara qilgan. Yevropa xabarlari to'rining bildirishicha, Bryusselga to'plangan tashqi ishlar ministrlarining yig'ini Xitoyning Rossiyani odamsiz uchqi bilan ta'minlash masalasi bilan bir vaqtda Amerika prezidenti Baydenning Ukrainaning Rossiyaga qarshi uzun musofirlik boshqariladigan bomba ishlatishiga ruxsat qilishi, Rossiyaning Kursk rayoniga 10 mingdek Shimoliy Koreya askarining o'rnashtirilishi qatorliq masalalarni muzokara qilgan. Navbatda yig'inning Xitoyga qanday tadbir qo'llanishni qaror qilganligi ma'lum bo'lmasa-mu, ammo Yevropa Ittifoqi Tashqi ishlar komissarligi bayonotchisi Xitoyning harakatining Yevropa-Xitoy munosabatlariga badal bo'lganligini qayd qilmoqda. Yuqori darajalik Yevropa Ittifoqi amaldorlari o'tgan hafta taratqularga Xitoyning Rossiya bilan birlashib, Sharq Turkistonda ilg'or tipliq odamsiz uchqi tadqiqot va ishlab chiqarish bazasi qurganligiga doir ishonchlik ham qoyil qilarliq dalillarga erishganligini e'lon qilgan. Reuters agentligi bu yil 9-oyda e'lon qilgan bir xabarida odamsiz uchqi tadqiqot va ishlab chiqarish bazasining Qashqar alayda iqtisodiy taraqqiyot rayoniga joylashganligini ilgari surgan. Yevropa xabarlari to'rining bildirishicha, yig'inda Belgiya, Estoniya, Romaniya, Gollandiya tashqi ishlar ministrlari boshqa davlatlarning, jumladan Iran, Belorussiya, Shimoliy Koreya va Xitoyning Ukraina urushida o'ynayotgan roliga bo'lgan jiddiy andishlarini o'ttirib qo'ygan. Gollandiya tashqi ishlar ministri Veldekamp Xitoy buning Yevropa bexatarligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan masala ekanligini bilish kerak deb ko'rsatgan. Shuningdek, agar Xitoyning odamsiz uchqinlarga doir gumonlar isbotlansa, embargoning buningga qarshi yurgiziladigan tadbirlarning bir bo'lganligini aytgan. Xabarlarda qayd qilinishicha, navbatda Yevropa Ittifoqi amaldorlari Rossiya qurol yarog programmasi va Xitoyning buningga qatnashish darajasining salmoqini tekshirmoqda ekan. Yaqinda Angliya Uyg'ur jamiyatining Londonda o'tkazilgan umumiy saylimida mazkur jamiyatning raisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Angliya vakili advokat Mayra Isa xonim jamiyat a'zolarining ko'p sonliq ovozi bilan takror jamiyatning 3 yillik raisi bo'lib saylandi. Kerem Zoir, Ahmadjon Polat, Erkin Bardosh, Hamragul Yusuf qatorliq 15 kishi Angliya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zoligiga saylab chiqildi. Hozirga qadar Uyg'urcha Angliya Uyg'ur jamiyati deb atalib kelingan mazkur jamiyat Mayra Isa boshchiligidagi yangi rahbarlik hay'atining o'rtaq qarori bilan Britaniya Uyg'ur jamiyati deb o'zgartirildi. Saylamga sharaf mehmoni sifatida qatnashgan Angliyadagi turk va qozoq tashkilotlarining rahbarlari Mayra Isa va uning boshchiligidagi yangi rahbarlik hay'atini qizg'in tabriklash bilan birga, ularning buningdan keyingi xizmatlarga utuq tilaydiganliklarini va Britaniya Uyg'ur jamiyati bilan har vaqt hamkorlashishga tayyor ekanliklarini bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Angliyadagi uzun yillik aktiv va iqtidorli siyosiy faoliyatchimiz Mayra Isa xonimning Britaniya Uyg'ur jamiyatiga qayta rais bo'lib saylanganligini qizg'in tabriklaydiganligini va jamiyatning yangi rahbarlik hay'atining buningdan keyingi xizmatlariga davomli muvaffaqiyatlar tilaydiganligini bildirdi. Turg'unjon Alovuddin apandim tabrik so'zida yana Britaniya Uyg'ur jamiyatining uzun yillardan buyon Uyg'ur masalasini Angliyaga to'ntish jihatda zo'r fidokorlik ko'rsatib kelganligini, bo'libmi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Angliya parlamenti tarafidan qabul qilinishida va Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining muvaffaqiyatli o'tkazilishida Britaniya Uyg'ur jamiyatining nihoyat muhim rol o'ynaydiganligini alohida ta'kidlab o'tdi. 16 noyabr kuni Britaniya Uyg'ur jamiyati yangi rahbarlik hay'atining uyushtirishi bilan Londonda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurilganligining 91 yilligini, Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilganligining 80 yilligini xotirlash faoliyati o'tkazilgan edi.
Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping bilan vazifasidan ayrilish oldidagi Amerika prezidenti Jo Bayden 16 noyabr shanba kuni Peru poytaxti Limada oxirgi qatim uchrashgan. Ular ko'rishishda tor jinoyatlardan fentanilgacha, xalqaro savdodan Tayvan masalasiga, Janubiy dengizdan Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik urushi va Shimol Koreyaning Ukrainaga askar avatishigacha bo'lgan ikki davlat orasida keskin ixtilofdagi temalar haqida suhbat olib borgan. Xabarlarda 2 soat davomlashgan bu suhbatda Shi Jinpingning kelar yili 1-oyda vazifa topshirib olgan Tramp hukumati bilan hamkorlashib ishlaydiganligini bildirganligi qayd qilinmoqda. Reuters agentligining bildirishicha, Shi Jinping bilan Baydenning 7 oydan buyongi tunji qatimliq bu uchrashishi ularning yuqori keskin ixtilofdagi masalalarni oxirgi qatim so'zlashishi bo'lib hisoblanadi ekan. Tinch okean iqtisodiy hamkorlik munbiri yig'ini asnosida o'tkazilgan bu suhbatda Shi Jinping Amerika Xitoy munosabatlaridagi egizpeslikni e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning muqim, sog'lom va izchil bo'lgan Xitoy Amerika munosabatini davomlashtirish maqsadi o'zgarmadi degan. Bu uchrashishda Shi Jinpingning yana Xitoy taraf Amerika yangi hukumati bilan bo'lgan aloqani saqlab, hamkorlikni kengaytirish va oradagi ixtiloflarni tugatishga tayyor deganligi qayd qilinmoqda. Suhbatda Bayden Shi Jinpingga ikkilanning fikri doim birdek bo'lmasa-mu, ammo uchrashishlarning ochiq va samimiy bo'lganligini aytgan. Xabarlarda qayd qilinishicha, Bayden Xitoy bilan bo'lgan jiddiylikni pasaytirishni orzu qilsa-mu, ammo suhbatda ixtilofli cho'ng masalalarda cho'ng ilgirlash bo'lganligiga oid hech qanday bishorat yo'q ekan. Suhbatda Shi Jinping Xitoyning Tayvan, demokratiya va kishilik huquq, Xitoy sistemasi va taraqqiyot huquqi qatorliq Amerika atlab o'tmaslik kerak bo'lgan 4 qizil siziqni ta'kidlab o'tgan. Holbuki, Oqsaroyning bayonotida Prezident Baydenning Xitoyning adolatsiz savdo siyosatidan andish qildiganligi va Amerikaning davomli ilg'or Amerika texnologiyasini Amerika va uning sheriklarining davlat xavfsizligiga buzg'unchilik qilish uchun ishlatishiga qarshi zarur tadbirlarni oldiganligi, uning yana kishilik huquqning muhimligi, davlatlarning kishilik huquq majburiyatiga amal qilish burchi borligini ta'kidlaganligi bildirilgan. Bayden bilan Shi Jinpingning suhbati qayta saylangan prezident Trump, Marco Rubio, Mike Waltzga o'xshash Xitoy qattiq qo'l siyosiyonlarini Amerika tashqi ishlar ministri va Oqsaroyning davlat xavfsizlik maslahatchiligiga tayinlagan, shuningdek Xitoy tovarlarga 60% boj qo'ydiganligini bildirib, Xitoyga kuchli signal bergan bir vaqtda o'tkazilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmayın. Xeyir xoş.